يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنلرге nida degan darsimizning ikkinchi qismisi Sura Baqaraning 153-oyati Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun degan so'z haqida bo'ladi. Aziz musulmonlar, Allah subhanahu va taolo ulug' Qur'oni Karimning ichida 90 o'rinda biz mu'min musulmonlarni iymon sifatimiz bilan chaqirdi. Alloh taolo mana bu iymon sifati bilan chaqirib jannatga loyiq qilgan, islomni mukammal qilgan, Allah rozi bo'lgan dinni zamin ustida bu nido orqali vujudga chiqargan bir musulmonlar jamoasini shakllantirdi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolaning bu mu'minlarga qilgan nidolarini haqiqatan yaxshi o'rganish va buni to'liq tushunish va bu nidolarni amaliy hayotimizga tatbiqlash bizni Allah subhanahu va taolaning roziligiga erishtiradigan, jannatning eshiklarini ochadigan va bu dinga to'liq amal qilgan kishilardan qiladigan nidolar. Aziz musulmonlar, bugungi nido bizga dinimizning xarakterini, tabiatini va biz bu dinda qandoq yashash kerakligini Alloh taolo bizga o'rgatadi. Musulmonlar davomli botil ahli tarafdan, ya'ni kofirlar tarafdan, zolimlar tarafdan, tog'ut tarafdan din islomga esilganligi va uningda yashaganligi sababli turli düşmanliklarga duch kelyotidi va duch kelmoqda. Bu Alloh subhanahu va taolaning la ilaha illalloh degan musulmonlarni imtihon qilish qonunidir. Alloh bizlarni bu dunyoga kelgandan keyin bizga nurg'ulg'an takliflar, vazifalar, amanetlerini üstümüzge yükledi ve onu bizning amaliy qilishimizga, onun bilan haqiqiy yashashimizni Allah subhanahu va taolo bizdan talab qildi. Ve bunun qarshısida nurg'ulg'an, qarshi turadigan, düşman tutadigan düşmanlarni ham Allah subhanahu va taolo qildi. Nima uchun? Bizning bu davoyimizda rostchilmi, yolg'onchimi? Bu e'tiqodda haqiqiy samimiymi yoki soxtami? Bu yo'lda oxirgichilik mang'amdi yoki mang'mamdi? Allah subhanahu va taolo mana buni bizga amaliy ko'rsatish va uni ayirish uchun Allah nurg'ulg'an
to'soqlarni va sinoqlarni qildi aziz birodarlar. Demak, islom bu bir imtihon, hayotlik bu bir imtihon. Bizning dunyoda yashashimizning hammasi bu bir imtihon. Alloh taolo liyahtabirakum ayyukum ahsanu amala silini dunyoga akeldi. Akilishda qaysinglar bu shariatga, dinga muvofiq, samimiy holatida amal qiladi. Kim buningga loyiq amal qilmaydi, Alloh buni imtihon qilish uchun dedi. Bu yerda bir inchki nuqta bor. Alloh taolo bizni imtihon qilishdan burun bizning kimligimizni, qandoq odamligimizni biladi. Ammo Alloh buni amaliyotga chiqarish bilan atrofimizdagi kishilarga, tarixga, her bir cemiyette şu cemiyetinin insanlarına Allah guvohchi qilish uchun uni amaliyotga aylantirdi aziz birodarlar. Shunga Allah subhanahu va taoloning oldiga borgan chaqda hammamiz qaysi davrida kim bilan yashagan bo'lsak, Allah qiyomat kuni shuni bizga guvohchi qiladi. Haq ahlini, haqni da'vo qilganlarga guvohchi qiladi. To'g'ri yo'lda manganlarni to'g'ri yo'lda manaman deb manganlarga Alloh taolo guvohchi qiladi. Demak, bu dinning yo'li imtihon yo'lidir. Shuning uchun musulmonlar davomli aziyatga uchrab turadi, zulmlarga yo'liqib turadi, har turli besimlarga duch kelib turadi va qiyinchiliklarga udul keladi. İnsan mana bu qiyinchilik ve zulüm ve her türlü tosalgılardan Allah'ta kul men degen, Allah'ın yolu demen degen, Allah subhanahu ve ta'alaga özemnin hayatı, mamatını tapşırgan men degen, menin cenimni u bedi hem u aladı degen bu itikatta rastçıl mı, rastçıl emes mi diğerlikini ispatlaş için Allah subhanahu ve ta'ala biz insanların yollarına en şundak imtihan, sınav taşlarını oturup koygan. Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hayatı qarab bakaylı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatida en ig'ir sınaqlarga duch kelgan zat ve en qattiq din yo'lida jafolarni tortgan zat. Peygamber aleyhissalatu vesselam yo'liqqan bu sınaq imtihanlarga hiçbir kişi yo'liqmadi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafıga yığılgan sahabe kerimler Peygamber onundan kelgan kishilarga qaragan chaqda eng ig'ir sınaqlarni, eng ig'ir azaplarni, qiyinchiliklarni tortdi. Bu mana bu dinning imtihan, sınaq ekanligini ko'rsatish uchun. Mana bizmi bugun her türlü qiyinchiliklarga uchrayapmiz. Musulmonlar uchrayapti. Dunyoning qaysi tarafiga qarasak, mu'min musulmonlarning shundoq sinoq va ig'ir musibatlarga uchrayotganligini ko'ryapmiz. Buni Peygamber aleyhissalatu vesselam bisharat berib, "Ya'ti alan-nas zamanun al-qabizu ala dinihi kal-qabiz alal jamra." Bir rivayette es-sabiru ala dinihi degan. Kishilarga, yani mening ummatim musulmonlardan musulmonlarga bir zamonlar keladi. O zamonlarda dinida chin turgan, haqda mustahkam turgan kishi xuddi cho'g'ni tutgan kishiga o'xshab qoladi dedi. Cho'g'ni tutish ne kadar qiyin. Cho'g'ni tutsangiz ko'ydiradi, azaplanasiz. Cho'g'ni tutsangiz qattiq ig'ir og'riqlarga yo'liqasiz. Aşunun o'xshash din deb turgan vaqtda inson dushmani ko'paydi, ustiga musibat ig'ir keladi, nurg'unlagan xavf xatarlarga uchraydi, öylerinden ayrıldı, balalardan ayrıldı, yurtlardan ayrıldı, her qandaq narsalardan ayrıldı. Bu ayrılış mümkün. Yalğız qalıdı. Resulullah bunun haberini verdi.
Allah subhanahu va taala mana bu mu'minlarga bu yo'lning tabiati bu ekanligini bildirgandan keyin bu yo'lda 3 xil omil bilan davondan oshqili bo'ladiganligini, bu yo'lni besib o'tkili bo'ladiganligini Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning haqiqiy roziligiga bu 3 xil omil bilan erishkili bo'ladiganligini bizga bayon qilib, ista'inu bis-sabr dedi. Ey sharafli, aziz, ziminda omonatni ko'tarayotgan, mas'uliyat bilan yashayotgan, hayoti zimin yer sharida yashayotgan milliard insonlardan farqli yashagan g'oyasi va nishoni va bir ustida taklif omonatlari bor aziz bandalarim, sizlar bu yo'lning jafolariga, aziyatlariga, bu omonatning ig'irligiga sabr bilan qurollaninglar dedi. Sabrini o'zinglarga yor qilinglar dedi. Va sabrini o'zinglarga qurol qilinglar dedi. Shunga as-sabru salahul mu'min. Sabr mu'minning quroli. Demak, sabri 3 xil bo'ladi. Sabrun ala ta'a. İbadetning, omonatning, mas'uliyatning qanday jafolari kelsa, uning uchun to'laydigan badal nima bo'lsin? Uning uchun kechadigan narsalar qanday narsa bo'lsin? Buningdan kechish bilan faqat men bir musulmon, men muvahhid, men Allohga iymon etgan qulman deganni amaliy isbotlash uchun har qanday kechadigan narsa bo'lsa kechib, ammo taat ibodatdan, din mas'uliyatdan yiroqlashmagan holatida yashanglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bizga sabrini lozim tutishga buyuradi. Shuning uchun dinimizning asosi sabr. Din bu taklif bu. Din mas'uliyat. Siz bu dunyoda xohlagancha yashaydigan, nimani qilg'ingiz kelsa qiladigan, nimaning keynidan mang'ingiz kelsa mangadigan bunda ish yo'q. Faqat omonat bu, mas'uliyat bu, vazifa bu, buruch bu. Buni xohlasangiz tashlab qo'ydigan, qilalig'inimni qildim, qilolmaganimni qilolmaydi ekanman emas, qilishga tirishib mangadigan bu omonat bu. Buning uchun sabri dinning asosi. Allah subhanahu va taolo mana bu asosni bizga tutishga alohida ista'inu bis-sabr dedi. Sabri bu yo'lda mangan yo'lchilarning o'zidagi mustahkam irodasi. Bu yo'ldan qat'iy voz kechmayman. Mayli ota-onamdan ayrilib qolay, bola chaqalarimdan ayrilib qolay, har qanday narsadan ayrilib qolsam qolay, ammo bu yo'ldan voz kechmayman degan mustahkam bir e'tiqod, mustahkam bir ideya bu. Buni musulmonlar o'zida o'zlashtirish kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarda sizlarning dadalaringlar, onalaringlar, bolalaringlar, qabilalaringlar, yurt mahallalaringlar, tijoratlaringlar hammasi Allohning va uning rasulining yo'lidan va uning muhabbatidan suyumlik bo'lib qolsa, sizlar Allohning azobini kutinglar deb Alloh taolo mana bu yerda iymon bilan boshqa har qanday narsaning muhabbatini selishtirishga buyurdi. İkinci kural namaz. Vasta'inu bis-sabri was-salah. Namaz kuralıdır. İnsan özüdeki küçük irade, tevrenmez itiqad, yol uzargan sıra, besim güçlengen sıra, ya onun aldıdaki tosalgılar köpeygen sıra, çidaydı, ama o çidap bulamaydı. Çünkü madami ki o taşkiri bir küçke,
tashqari bo'lgan bir yordamchiga bog'lanmagan chog'da. Mana namoz insonni Allohga bog'laydigan. Allah subhanahu va taolodan keladigan yordam, kuch-quvvat, har qanday bir madadga erishtiradigan birdan-bir yo'l aziz birodarlar. Şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam mu ve kana sallallahu aleyhi ve sellem iza hazabahu amrun faza'a ila salat. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bir iş kase, gamlik işin birisi kase Resulullah namazga aldıraydı dedi. Namaz bilen rahatlanatdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qattiq bir ig'ir to'salg'u yoki ig'ir bir musibat yo'laqqan chaqda Bilal roziyallohu anhu arihna biha ya Bilal degan. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantirgin degan. Demak, bu yo'l islom yo'li va islomda haqiqiy da'vo egilarininki yo'li quroli bu namoz. Musulmon 5 vaqt namozdan boshqa namozlarga ahamiyat berishi va uningdan boshqa namozlar bilan Allohning o'ttirisida yaqinlashtirish, Allohning o'ttirisida bog'lash lozim. Mana islomning birinchi bosqichiga qarasa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh taolo kechini butunlay qiyom qilgin dedi. Keyin tahajjudni, ya'ni tahajjudni davomli o'qishga Rasulullohga buyurdi. Buning sababi inna sanulqi alayka qawlan saqil. Biz sana eng ig'ir bir so'zni tashlaymiz. Buning taklifatlari ig'ir, vazifalari ig'ir, buning dushmanlari ko'p. Buni tağut xolamaydi, insonning shahvati xolamaydi, zolim xolamaydi, dunyodagi ko'p insonlar buni xolamaydi. Ular sana dushmanlik qiladi, yo'lingni to'sadi. Bu dinning üstün bo'lishini bütün insonlar qarshi chiqadi buningga. Har turli tuhmatlarni atidi, bo'htonlarni ustunga artidi. Bu bo'htonlardan sen tik turishing uchun mana bu namozdan iborat munosabatga, aloqaga haqiqatan ahamiyat bergin deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamni tunji qitim namoz bilan tarbiyaladi birodarlar. Mana bu oyat bizga bu ikki qurol bilan qurollanishni, har qanday davrdagi musulmon cho'qim o'zida sabrini lozim tutishi, sabrini o'zining quroli qilishi, Allohga eng yaqin turishi, qalbini Allohga bog'lashi lozim ekanligini bizga ko'rsatdi. Bu orqali musulmonlar bu yo'ldan davom ma'alaydi va yo'lning davollarini aqlab o'tadi. Alloh subhanahu va taolo innalloha ma'as sabirin. Allah sabri qilg'uchilar bilan birga dedi. Yordam berdi Alloh, qo'llaydi. Uning yo'lini oxirsida nijotlik chiqishiga Alloh kafil qiladi. Aziz birodarlar, bir jamiyatda ya bir davlatda shu davlatning boshlig'i men faloni bilan billa uni qo'llayman, uningga yordam beraman, uni men himoya qilaman, u mening kafilim ostida desa, uningga qanday bir inson chiqila oladi? Kim uning haqqiga tajovuz qila oladi? Kim uning yo'lini to'salaydi? Demak, bu yo'lda mustahkam turgan, vaz kechmagan, yo'lidan qat'an qaymagan kishilar Alloh uning bilan birga cho'qim g'alaba qiladi. Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyat karimada bizga bu yo'lda mustahkam turish orqali Allohning marhamatiga, Allohning eng ulug' shonliq martabasiga erishadigan, insonlar u martabaning, u ulug'likning qimmatini bilinmaydigan darajadagi ulug'likka yetkazadigan bir yo'lni Alloh taolo tanlaydiganligi, u yo'l mana bu haq yo'lda jonidan ayrilish, haq yo'lida o'zining har bir narsadan ayrilish ishkanligini Alloh bizga bayon qilib, "Vala taqulu" deydi. Bu imtihon yo'lida sizlar o'lib ketishinglar, shahid bo'lib ketishinglar mumkin. Vala taqulu, Alloh deydi, Alloh yo'lida o'ltirilgan kishilarga sizlar o'lak demanglar deydi Alloh taolo.
Ularga ülek muamelesi kılgandek muamele kılmanız sizler. Bel ahyaun velakin la teş'urun. Belki ular hayat. Siz onu sizler sezemmeysizler deydi. Demek bu din yolunda Allah'a kulçuluk kılış yolunda ülüp ketken insanların ülügüne hem başka insanların ülügüne okşaş kürüş, başka insanların ülügüne okşaş muamele kılış ve başka insanların ülügü dek düşünüş bu şeriatga hem xilaf edilir. Çünkü Allah yolunda ölgen kişiler o Allah'ın en katlı kadirlişiga, en büyük derecelerde âli kılışık müyesser bulur. Allah ularni hayat deydi. Ular tarix yüzüde hayat. Ular hakikat aldıda hayat. Ular kabrida hayat. Ular cennette hem hayat. Ular Rabbinin qaşida hayat. Sizlar lekin ularni his qilolmaysizlar dedi Allah. Hatta ülüp ketdi demanglar deydi. Bedir urushida 8 kishi shahid bo'lib ketgan. Buningdan bir turkum sahabalar voy palani ülüp ketibdi. Ballari qap qoldi, ota-onasi qap qoldi, qiladigan nurg'un ishlari qap qoldi. Ha Xudoyim, buli mushundaq ketib qoldi, yosh ketib qoldi degan chaqda Alloh taolo mana bu oyatni tushirib, sizlar palani ülüp ketib qoldi. Voy ota-onasi qap qoldi demangiz-sizlar. Ular hayot u. Sizlar kimning hayot emasligini, kimning hayot va hayot emasligini sizlar his qilmaysizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. Allah ularni shundoq bir hayot qilganki, ular tarixdan tarixga, avloddan avlodga uning hayotligi davomlashib turadigan hayot qilgan deydi aziz birodarlar. İnsan yaşası ya 50 yıl yaşaydı, ya 80 yıl yaşaydı, ya ki en uzun yaşayan kişi 100 yıl yaşaydı, ölüdü. Ama Allah subhanahu ve taala yolunda ölgen kişiler, hak için özünün canlarından ayrılgan kişiler, ular evlat mı evlat yaşaydı. Ular devri mi devri yaşaydı. Ular zaman mı zaman yaşaydı ki insanlar ani şularni özüge ölge kılıdı. Ani şularning izidan manadı. Ani şularning ruhini özününki pişvas kılıdı ve ularni daim özüge hakiki ustaz ve namune kılıdı aziz birodarlar. Mana bu hayat bu deydi Allah subhanahu wa taala. Çünkü Allah subhanahu wa taala innema yuvaffas sabirun ecrahum bighayri hisab. Bu yolda sabr qilganlar hesapsız ecr beriladi. Onun ecri hesapsız. Qancha Allah subhanahu wa taolaning yo'lida o 80 yıl, 70 yıl xotirjam yaşasın, o 70-80 yıl ecrige erishgan bo'lsa, bu yo'lda haq uchun, Allohning dinini oliy qilish uchun ve Allah'ta bo'lgan qulchiligini o'zining amaliy hayotida haqiqiy isbotlash uchun ketib qolgan bu insonlar toki qiyomat kungachilik Allah tarafidan ajri yozilib turadi birodarlar. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalariga qarab baqsaq, ta bugungi kunga qadar ular ummatga ustoz, ular ummatga o'lga, ular haqiqiy musulmonlarning orasida hayot ular. Allah mana bu ayet bilen biz mümin Müslümanlarını bu dinin yolunda sabrdan ibaret kural, namazdan ibaret Allah'a bo'lgan hakiki bağlantı, şahadetten ibaret bu en yaxshi şeref ve en yaxshi vesile bilen mustahkem menişqa, keynegi yanmaslıqa Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu yolda buriydi aziz birodarlar. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu yolda etketkenlerini insan bilse bu etkitiş emes Allah'ın bəgelliki ikellikini biludezdi birodarlar. Mana bu yolda insan özünün hayatını Allah tarafından Allah'a kurban kılgan bolsa, Allah onunla ömür boyu tarixda kalıdığan hayatlık bəgəllikini o bölüdü. Eğer insan Allah yolunda birer nefaka kılgan bolsa, Allah yolunda iktisadını harcagan bolsa,
o azgını iktisatını Allah yolunda haclaş bilen dünya boğan müddette onun için daim kelip durduğun Allah onun daim kelip durduğun savab mukafatını yazıdığanlıqını insan biludez braderler. İnsan hak yolu da sabır kılıp qanday narsadan ayrılgan bolsa, men mahrum bulap kaldım. Buningdan ayrılıp kaldım deb gam yemaslik kerak. Çünkü onundan ayrılış bilen onundan bir hesapsız bo'lgan mukofotlarga Allah subhanahu va taolaning beradiganligiga ishonish kerak. Peygamber aleyhissalatü vesselam mana bu yerda ajaban li emril mu'min inna emrahu kullahu hayr ve leysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra'u fekana hayrallah ve in asabatu darra sabar fekana hayrallah. İmam Müslim rivayet kılgan hadisde mu'minning ishiga men hayron deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bütün işi yaxshilik. Mu'minning hamma ishi yaxshilik. Bu mu'mindan boshqa hech qanday bir kishiga emas. Faqat mu'minga. Agar mu'minga musibat yetsa, sarra u mu'minga ne'mat yetsa, Allohning ne'mati, xushallik yetsa, u mu'min shukr qiladi. Allohga shukr qiladi. U uningga yaxshi bo'ladi. Chunki shukr qilganlikning mukofotini u Allohdan oladi. Agar uningga bir musibat, xafilik yetib qolsa, u sabr qiladi. Onun yaxshilik bo'ladi, gunohlari kechirim bo'ladi. Sabr qilganligi uchun Allah subhanahu va taolo uningga mukofot beradi. Allah uning bilan birga bo'ladi. Demak, mu'min bütün hayotida Allohga iymon etib, Allohning yo'lida mustahkam turib, har bir ishda Allohning shariatiga muvofiq yashasa, u mu'min dunyoda mahrum qiladigan, ayriladigan hech qanday narsa yo'q azizlar. Ayrılsa hem hak için ayrılgan buludu. İrişse hem hak taraftan erişken buludu. Sabır kılsa hem Allah onu olan dünyada birge buludu. Ahirette hem derecesinde en âli kılıdı. Demek bu din, bu ayet her bir Müslümana menhec buluşu lazım. Allah bu ayetini her bir Müslümanın bu dünyada onun üstüge atılgan teklifler, amanetler, nurgulgan vazifelerini urundaşta çokum menhec kıldı. Ölse, o şehit, hatta bütün insanlar tarafından onunla öldü diyen söz bilen ataştıkını hem toskanız buradarlar. Şunun için şehitini şehit deyiş gerek. İslam düşmanları bunun da hem en korkuvatkan işinin birisi Allah yolunda ölgenlerini şehit deyişten en korkudu. Çünkü ola şehadetke müminlerin özünün hayatlarını urup duruvatkanlıkını, mümin şehadetini davamlık izdavatkanlıkını, mümin şehadet gelişken çağda musibetke emez, Allah'ın mukafatı iliştim ben de tonuyduğanlıkını bilgenlikinin en korkudu buradarlar. Allah subhanahu ve taala hemmimizni bu hak yolda sabr bilen kurallanğılı, namaz bilen Allah'a yakınlaşqılı, şehadet bilen Allah subhanahu ve taala'nın yolundaki bar kıyınçılıklarını yengilletgili nisip kılsın. Allah hemmimizni mana bu ayetning ruhidan ügengili ve ya eyyuhellezine amenu degan ulug' sharafga nail bo'lg'ili nisip kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil